Yakuniga yetib borayotgan haftaning yana bir muhim voqeasi. Davlatimiz rahbari oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar tizimini yanada takomillashtirishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Uning davomida O'zbekistonni mintaqaviy ta'lim hubiga aylantirishga qaratilgan chora-tadbirlar muhokama qilindi. Chegarani nazorat qilish, razvedka, yo'qolganlarni qidirish, havodan suratga olish va hatto yukni manzilga yetkazish. Bugun zamonaviy dunyoda bu vazifalarda uchuvchisiz qurilmalar, ya'ni dronlardan keng foydalanilmoqda. Toshkent axborot texnologiya universitetining mexatronika va robototexnika yo'nalishi talabalari ham ayni shu yo'nalishda izlanish olib borishmoqda va ko'rib turganingizdek natijalar ham yomon emas. Umumiy hisobda 8 kilogramm yuk ko'taradigan dron 2200 kilovat, 6 ta tezlikda aylana oladigan motorlar bilan jihozlangan bir oila atrofida yasab bo'ldik. Ya'ni yetkazib berish asosan vazifasi. Avtomat Kalashnikov 3 kilo 600 gramm 30 ta o'qi bilan birgalikda ikkita avtomatni bemalol ko'tarib uchadigan, ya'ni birinchi nuqtadan ikkinchi nuqtaga yetkazib beradigan vazifani bajarishi mumkin. Undan tashqari biz buni dastavka, ya'ni odamga bergan yuklarni birinchi nuqtadan olib turib ikkinchi nuqtaga tez yetkazib berish vazifasini bajaradi. Bolaligida butun narsani qismlarga ajratib, uni qaytadan yig'ishga uringan bo'lajak muhandislar endilikda o'z g'oyalarini amaliyotda sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Biz o'zimizning proyektlarimizni bajarishimiz uchun muhandislik maktabi tomonidan shunaqa laboratoriyalar qo'yib berildi. Bu bizning proyektlarimizdan mustaqil, erkin ravishda o'zimiz bajarishimizga qulaylik yaratdi. Oldin biz o'zimizga nimadir kerak bo'ladigan bo'lsa, boshqa yo'lga murojaat qilishimizga to'g'ri kelardi. Samolyotimizni kuzovi kerak bo'lib qoldi. Biz 3D printerdan chiqarish uchun yoki yog'ochdan qilish variantimiz bo'ladi ikkita. 3D printerdan chiqarish uchun qaysidir maxsus joyga borib, yo'lga zakazimizni berib turib, yo'ldan keyin olib kelishimizga to'g'ri kelardi. Endi hozirgi sharoitlar tufayli o'zimiz 3D printerlarimizda bemalol o'zimizga kerakli bo'lgan kuzovlarni chiqara olishimiz mumkin. Bu loyihalar talabalarning nazariy bilimlarini amaliyot bilan bog'lashga xizmat qilyapti. Bunday loyihalar universitetlarning faqat ta'lim muassasasi emas, balki texnologiya ishlab chiqaradigan markazga aylanishi mumkinligini ko'rsatyapti. Biroq buning uchun tizimli islohotlar zarur. Yuqoridagi kabi loyihalar mamlakatimizda oliy ta'lim, ilm-fan tizimini yangi bosqichga olib chiqish zaruratini yana bir bora ko'rsatmoqda. Shu kunlarda yurtimizda oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar tizimini takomillashtirish bo'yicha yangi takliflar muhokama qilindi. Kuni kecha Prezident Shavkat Mirziyoyevga taqdim etilgan yangi rejalar universitetlarni ilmiy markazga aylantirish, iqtisodiyot bilan bog'lash va xalqaro raqobatbardoshlikni oshirishga qaratilgan. To'g'ri, so'nggi yillarda oliy ta'lim qamrovi kengaydi, yangi universitetlar ochildi, xalqaro hamkorlik kuchaytirildi. Biroq asosiy masala ta'lim sifati va ilm-fanning iqtisodiyotga ta'siri. Shu maqsadda U10 O'zbekistonning global darajadagi ilg'or universitetlari dasturi ishga tushirilishi rejalashtirilmoqda. 10 ta oliygoh milliy tadqiqot universitetiga aylanadi. Ularda ilmiy klasterlar tashkil etiladi. Jumladan bu milliy tadqiqot universitetlari 10 ta oliy ta'lim tashkilotida qanday aniqlanadi? Ya'ni bularda asosiy masala o'sha yirik ilmiy klasterlar tanlovi o'tkaziladi va o'sha ilmiy klasterlar tanlovida g'olib bo'lgan oliy ta'lim tashkilotlariga milliy tadqiqot universiteti maqomi beriladi. Klaster loyihasida g'olib bo'lgan milliy tadqiqot universiteti atrofida bir nechta ishtirokchilar jamlanadi. Ya'ni bu yana bir bo'lgan mahalliy oliy ta'lim tashkiloti, ilmiy tashkilot, xorijiy ilmiy va oliy ta'lim tashkiloti va o'sha barcha ishtirokchilar o'rtasida ilmiy klasterning asosiy vazifalari bo'lib olinadi hamda yagona maqsad yo'lida o'sha ilmiy grantni, ilmiy loyihani amalga oshirish bo'yicha ishlar tashkil etiladi. Bu tashabbus universitetlarni texnologiya ishlab chiqaradigan markazga aylantirishi mumkin. Ya'ni universitet faqat dars o'tadigan joy bo'lmaydi. Bu maskanda ilm yaratiladi, texnologiya ishlab chiqiladi, sanoat bilan hamkorlik qilinadi. Bu esa universitetni iqtisodiyotning bir qismiga aylantiradi. Milliy tadqiqot universitetlariga 150 milliard so'mgacha mablag' ajratilishi rejalashtirilgan. Yana bir muhim jihat 2027-yildan oliy ta'lim muassasalari reyting asosida moliyalashtiriladi. Bunda milliy reyting oliy ta'lim tashkilotlarini toifa guruhlariga ajratgan holda ulardagi ta'lim sifati, akademik va ilmiy faoliyati, xalqaro hamkorligi, raqamlashtirish jarayoni va bitiruvchilar bandligi kabi mezonlar asosida baholanadi. Rag'bat miqdori bu moliyaviy mustaqillik berilgan davlat oliy ta'lim muassasalarida 21 daraja uchun 20%, ikkinchi daraja uchun 10% miqdorida belgilanadi.
an'anaviy tartibda moliyalashtiriladigan davlat oliy ta'lim tashkilotlariga birinchi daraja uchun 10%, ikkinchi daraja uchun 5% miqdorida belgilanadi. Bu esa natijaga ishlash tizimini yaratadi. Yangi tizimda universitetlar spin-off korxonalar tashkil etadi. Ilmiy ishlanmalar tijoratlashtiriladi. G'oya mahsulotga aylanadi, texnologiya esa bozorga chiqadi. Shuningdek, ilmiy tadqiqot loyihalarini moliyalashtirishning yangi tizimi ko'zda tutilgan. Xususan, davlat ilmiy dasturlari doirasida ajratiladigan byudjet mablag'larining kamida 50% ustuvor yo'nalishlarga sarflanadi. Loyihalarni saralash xalqaro ekspertlar, hamkor tashkilotlar va ilmiy texnik kengashlari bilan birgalikda amalga oshiriladi. Bu model hozirgacha Yevropa va Janubiy Koreyada samarali ishlayapti. Endilikda mamlakatimizni mintaqaviy ta'lim hubiga aylantirish maqsadida yangi O'zbekiston stipendiyasi dasturi joriy etiladi. Quvonarlisi, endi har yili 500 nafar xorijiy talabaga grant beriladi. Ya'ni New Uzbekistan Scholarship grant dasturini joriy etish vazifasi qo'yildi. Bunda har yili iqtidorli xorijlik talabalar uchun 500 nafargacha o'sha grantlar berish tizimi respublika oliygohlariga. Bunda nafaqat o'qitish xarajatlari, balki yuqori o'zlashtirishga ega bo'lgan xorijlik talabalarga stipendiyalar berish tizimi. Bugungi kunga qadar xorijlik talabalar uchun stipendiya berish amalda mavjud emasdi. Kelayotgan yangi o'quv yilidan boshlab ushbu amaliyotni joriy etish vazifasi belgilab berildi. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti talabalarining droni kichik bir loyiha, biroq uning ortida katta maqsadlar va natijalar bor. Agar universitetga imkoniyat berilsa, ilm yaratiladi. Agar ilm o'z vaqtida qo'llab-quvvatlansa, texnologiya paydo bo'ladi. Agar texnologiya rivojlansa, iqtisodiyot o'sadi. Hammasi bir-biri bilan uzviy bog'liq. Xullas, bu yo'nalishda yaxshi yangiliklar bisyor. Agar bu islohotlar to'liq amalga oshadigan bo'lsa, mamlakatimiz universitetlari nafaqat ta'lim markazi, balki innovatsiya va texnologiya ishlab chiqaradigan global ilmiy markazlarga aylanishi kutilmoqda. Sohiba Akrom va Husan Jumanazarov, Abdulloh Sultonxo'jayev, Yangi zamon tahliliy dasturi uchun.